Bu savol DTMda bor. Bizga quyidagicha misolni hisoblash topshirilgan va biz buni x deb belgilab olamiz. Endi mana bu kub izosi 3 a deb belgilab olsak, bu qismi a kvadrat bo'ladi. A kvadrat, bu qismi ham bizda a kvadrat bo'ldi. Endi misolga e'tibor bering. A kvadrat minus a plus 1. Agar men bunga a plus 1 ni ko'paytiradigan bo'lsam, u a kub plus 1 formulani beradi. Qisqa ko'paytirish formulalari, buni hamma bilsa kerak. Endi qarang, har bir qismiga men a plus 1 ni ko'paytirdim. Demak, a plus 1 ko'paydi bu yoqqa. Bu yoqqa agar a plus 1 ni ko'paytirsam formulani berdi. A kub plus 1 formulani beradi va x ilzosida a plus 1 ga teng bo'ladi. Endi mana bu a bizda kub ilzosi 3 edi. Kubga qo'shsam 3 bo'ldi. 3 ga 1 qo'shsam 4 va ilzos 4 dan 2 chiqadi. Endi bu qismini ko'paytiramiz. Demak, a kub bunga buni ko'paytirsam a kvadrat plus 6 ta a plus 6 degan ifoda hosil bo'ldi. Minus 2 teng bo'ladi x ilzosida a plus 1 ga. Endi a kubni boyagidek 3 deb oladigan bo'lsak, 3 ga 6 ni qo'shsam 9. Va bu bizda qarang, a kvadrat plus 6 a plus 9 degan narsa hosil bo'ldi. Va biz bundan bilamizki a plus 3 chiqadi. Demak, a plus 3 bu yerda bizda minus 2 bor teng x a plus 1 ga. Endi buni ayiradigan bo'lsam, a plus 1 teng bo'ladi x ilzosida a plus 1 ga. Qisqartirib yuboradigan bo'lsam, x im teng bo'ldi ilzosida a plus 1 ga. Xo'p, a deb mana olgandim kub ilzosida 3 ni. Demak, bu ifodaning javobi kub ilzosida 3 plus 1 ga teng ekan. Shu va shunga o'xshagan misollarni o'tkazib bormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying va ushbu videoni abituriyent do'stingizga jo'natib qo'ying.